Savol. Assalomu alaykum ustoz. Birinchi. Iymon insonning ilgirki barcha gunohiga kifoya deb anglagan. Hidoyat Allohning inoyati. Shu vaqtni tunisa iymon aytgandan boshlab namozi hisob bo'ladi deb bilgan va shundaq musulmon bo'lganlar uchun cho'ng bir xush xabar bo'lgan. Hamda 40 yoshdan keyin namozni o'qishni boshlagan kishi ilgirki namozlarning qazosini qilish kerak degan ma'vu gapda ilgirki namozlarni ado qilish ba'zida xo'sh yaxshi qiladigan, ba'zida ig'ir keladigan bo'lib, islomda qiyinchilik his qilib qolmamdi. Ikkinchi, men ilgari ustozlardan namozning qazosi yo'q, faqat nafli ibodatlar ko'p qilinishi tavsiya qilinadi deb anglagan. Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Birinchi, bu xuddi birisining necha million qarzi o'tib qolgan kishiga hammani qaytarsiz desa ig'ir kelib qoladi degandekli bir gap bo'pti. Hidoyat topgan, haqni tunigan kishiga Allohning qarzini qaytarish ig'ir kelmaydi. Qiyinchilik his qilsa-mu, Allohning qarzi ado qilinishga eng haqliqdir. Ado qilmay bo'lmaydi. Buni nafli namozlarni o'qimay, farz namozlarning qazosini o'qish orqali bir necha yilda ado qilib bo'ladi. Har bir inson fitrat ustida tug'iladi. Mazkur savolni so'rag'uvchi fitrat ustida tug'ilib, musulmonlikqa balog'atga yetgandan keyin davomlashgan tursa, o'qimagan namozlarning albatta qazosini qiladi. Burun kafir edim. 40 yoshdan keyin musulmon bo'lgan demabdi. 40 yoshdan keyin namoz o'qishni boshlabdi. Namoz o'qimagandan keyin kafir bo'ladi desangiz, u o'zingizning yakuni. Ikkinchi, u zaif qarash bo'yicha javob berganlar ekan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.